psixologga borishimiz shartmi? Voy adasi internetda ko'rdim, bola uchun kerak ekan. Biz zamonaviy fikrlaydigan odamlarmiz-ku. Sizlarning muammolarni bilaman. Oilanglar notinch, bolani urasizlar. Yo'q, qo'lim uchun tekkizmaganman. Bolam o'zingiz. Temay bolaga. Qo'lingizni olib borgan paytingiz ko'zda qattiq qo'rquv sezdim. Qo'rqmayapman. Sizlarning oldinglarda bo'lgani uchun gapira olmayapti. O'zi nima muammo? Bolam juda ham sho'x, qaysar, umuman aytganini qilmaydi. Va ovqat masalasida vobshe ovqat yedirib bo'lmaydi bunga. Shunaqa inju. Ovqat yemayaptimi? Xonasigacha olib kirib bering. Yaxshi ko'rgan ovqatini qilib bering. Kerak bo'lsa yedirib qo'ying. Majburlab yedirgandan foyda yo'q. Kelajakda ovqatga bo'lgan детский travma paydo bo'lishi mumkin. Shunaqasi ham bo'ladimi? Bolam, tur o'rningdan, ovqatga chiq. Chaqirma. Och o'tirsin. Qonni ochsa o'zi yalinib keladi. O'ylama, erkak kishi yig'lamaydi. Tur bolam, adang jahli chiqyapti. Tura qol. Bo'ldi, erkangizni qilamiz. Mani qabulimga yozilib, to'g'ri qilibsizlar. Sizlar bilan 3 oy davomida shug'ullanamiz. Ko'rdingmi? Bolani ekayotgansan. Siz ham ishingizdan bo'shab bizga vaqt ajratganingizda shunaqa bo'lmasdi. Men sizlar uchun ishlayib yuribman. O'chir ovozingni ikkalanglar. Qayerdan kirdimi? Bolani qo'rqityapsizlar. Qo'rqmayapman. Jim tursan. Bolaga psixologik tajovuz qilyapsizlar. Urishdan oldin qulog'iga naushnik taqib, boshqa xonaga chiqarib yuborsanglar bo'lmaydimi? Bolada oila qurishga bo'lgan детский travma qilyapsizlar. Yana ichib keldingizmi? Bayram qildim. Sizga har kuni bayram. Bolani oldida baqirma menga. Bola oldida ichib kelsangizmi? Och gapirib, o'n yerga jo'nab turaman hozir. Oyat o'smaylar. Masaga to'nman, Yaqroz. Ha-da. Bolam bu basseyn suv to'ldirib, suzishni o'rganmaysan, nimaga oldirding buni? Jamiyatdagi eng befarq ota deb sizni bemalol ko'rsata olaman. Nima qildim? Bolangizni qiziqishlari bilan umuman ishingiz yo'q. Balki u suzishga emas, futbolga qiziqar. So'raganmisiz? Hozir so'rayman, bolam. Endi kerak emas. Yoningizda aytishga qo'rqadi bola. Yo'q, qo'rqmayapman. Jim turing siz. So'raymi, so'ramaymi? Shu paytgacha so'ramadingizmi? Endi kerak emas. O'rtoqlarim bilan aruz cho'milib yesam bo'ladimi? Senga o'yin bo'lsa bo'ldi. Pomidorni kim teradi? Qo'ylar kim suv beradi? Ammo siz o'lanib keling. Pomidor mamidda. Bosma ekinni. Yur, bolam, kirib chiqaylik. Yo'q, aytgan narsalarimni olib bering, keyin kiraman. Hop, kirib chiqaylik, keyin olib beraman, bolam. Yo'q, davommi? Tushay oldimga. Stop. Shuncha o'rgatganlarim bir tiyin bo'ldimi? Bola bilan mamnaqa gaplashadi. Bolajonim, shundoq kirib chiqamiz, keyin aytgan narsalaringizni olib beraman, xo'p? Sizni aralashasiz, qo'lingizni oling. Tashadang oldiga. O'ylama, tur o'rningdan. Oy, bir kun maktabga bormasa nima qiladi? Bo'lmaydi. Nima ustozingni sassiq gapini eshitib yuramanmi? Tur dedim. Hammaning oldida ko'chada sharmanda qilibman. Ko'rdilar. Cambridge o'quv markazimizda o'quvchilar uchun hamma sharoitlarimiz bor. Ingliz tilini 0 dan 100 gacha o'rgatamiz. IELTS ham tayyorlaymiz. Undan tashqari yoz yana ham qiziqarliroq o'tkazishingiz uchun eksklyuzivniy eventlarimiz bor. Bu narsalar o'quv markazidan tashqarida bo'ladi. Misol uchun kino kuni, golf, karting, futbolga borishadi. Gap yo'q. Menga yoqdi. O'g'lim cho'tda o'qiydi. O'qiysanmi? Ha, o'qiyman. Bolam, darsingni qila qolgin, oson-ku. Yo'q, qilmayman. Bugun qilmasang ertaga ustozingdan gap eshitamiz. Keyin yordam beraman. Yo'q, qiyim kelmayapti. Endi jahlimni chiqazvotsan. Bolaga shunaqa dars qildiradimi? Yovuz onasiz. Eplolmayotgan bo'lsangiz, otasiga topshiring. Siz qildiring. Bunaqa urishishinglarda bolada darsga bo'lgan детский travma paydo bo'ladi. Nega o'ylaysan? Senda 2 ta olma bor edi. Menda 3 ta bor, qo'shda nechta bo'ladi? 5 ta bo'ladi. Shuni ham bilmaysan. Hali oding kelsin, 2 olganingni aytib beraman. O'shani ham yaxshilab savallaydi. Aytma. Daftari qara nima qilding? Dadilib tashlading. Chaqirtiribsiz? O'g'lingizdan shikoyatlar tushyapti. O'qituvchiga gap qaytaribdi. Undan tashqari boshqa o'quvchi bolalarga har xil yomon so'zlarni ham o'rgatibdi.
Katta bo'lib qoldingizmi? Siz hozir katta xato Bo'ldi qiling. Iltimos. Jonga tegdi bu deski tramvay nimadirlaringiz. Shu bilan o'zim katta qiling. Biz ham har gap eshitganmiz, kalta yeganmiz, lekin o'g'ri ketadi, kazzob bo'lmadi. Men sizga bergan pulga men roziman. Yo'q, men siz aralashmang. O'zim katta qiling shu bolani. Hop, boring. Siz bilan endi shug'ullanamiz, bolam. Shunaqa ishlar qilibdimi adasi? Endi nima qilamiz? Bitta yo'li bor. Aniq ish beradi. Adasi, o'zi to'g'ri ish qilyapmizmi? 100% ishonir. Mayli, yaxshi o'tiringlar. Bo'pti, xavotir olma. Bir haftadan keyin qo'ydi, yuvash qilib qo'yamiz. Adi, qoldirib ketma. Hey! Ullama, erkak kishi yig'lamaydi. Smirna! Razvorot! Ichkariga!